Bar iken o yok iken, aç iken o tok iken. Şirak kadim zamanında Şahның bir kızı bar iken. Şirayı güldek güzel, sahip camala iken. Kızның otu da köygen, yigitler tala iken. Biroq bu malikine bir to'y sharti bar iken. Kim tok qo'yalsa qirq bir jumla yolg'on so'z. Muhabbetning imtihoni shu olarken yuz. Buni anglab tala yigit o'rtiga beribdi. To'qiyolmay yolg'onni shoh darriga besibdi. Jiroq sahrada bir yigit tavakkul deb kelibdi. O'rtada 41 yolg'onni bir-birlab debdi. O'rtada 41 yolg'onni bir-birlab debdi. 1 2 3 4 5. Keldik ha. Ey, Şahim, yanlarına kelgiçe bir gün yol yürüdüm. Keslençikni harvama qetib bir ay yugurdim. Oldumga tug'ilmagan bir to'shqan keldi. Bana qo'ysam qo'limaga no'rakka tushib jon berdi. To'shqanning terisini so'yib chuvakaydim. Ko'shi bilan yig'inibman 6 oy edim. Aşkan yig'ida o'tkinni maylasam bir o'tki yetmedi. Maylamagan o'tkim xafa bo'lib kallasidan o'tmedi. Sukutlik tillashib mushtlashib ketdi. Ajrasam birsi gap anglamay qochib ketdi. O'tikni qo'g'lab ketdi va sam bir tavuzliq o'chirdi. Tavuzni tilsam pichoq tavuzning ichiga tushib ketdi. Tavuzning ichiga kirib baqsam bir daryo o'chirdi. Daryoning suyini ichay desam qishqirib muztonglab ketdi. Daryodagi muzli kallam bilan urib chaqdim. Suyini ichib ichim qizib yanlariga chaqdim. Malika bu yolg'onni anglab tegiman debdi. Padshah muqoyil bo'lib beranas qopdi. Shundoq qilib yigit Malikini amriga otdi. Yolg'onchilik shundan keyin bizga miras qopdi. Agar shu Malika hozir bo'lsa qandoq bo'lar? Shundoq nurg'un yigit podshohga kuyovul bo'lar. Shundoq nurg'un yigit podshohga kuyovul bo'lar.